Xayrli kech O'zbegim, Germaniyadan salomlar. Mana bizda kechki men yashaydigan qishloqda ko'rinishi. Bu yerda qasr bor. Tepadan ko'rsatyapman. Hozir qizim bilan biz kutubxonaga kelganmiz. Kutubxonaga kirib ketaman. O'g'lim esa futbolga ketgan. Uni kutish jarayonida biz qizim bilan kutubxonaga kirib kitob o'qiymiz. Qizaloq, to'xtang endi. To'xtang. Uncha oldinlab ketmang. O'tiring kolyeskangizga. Bo'pti, o'tirmaysizmi? Bitte, sitzen hier. Sitzt. Was machst du? Was? Bitte stopp. Charchab qoldingizmi? Xohmi? Yo'q, xohiga chiqmaymiz, keling.